qarang, bu infantilizmda bu umumiy sistemani buzuqligi. Misol uchun mana bizda deylik, o'rtacha O'zbekistondagi o'rtacha ssenariy 20 yoshli bola, 17 yoshli qiz turmush quradi. 2 yosh bola turmush quryapti. 2 yosh bolaning yosh bolasi bor. Nimani biladi bularga berish mumkin bo'lgan narsa. Va bularning ota-onasi nimanidir biladi deb o'ylasanglar, dahshat adashasizlar. Umuman boshqa zamonda o'sayotgan insonni, umuman boshqa o'tmishda o'sib kelgan odam bu zamonga tayyorlana olmaydi. Yetarlicha tushuntirib bera olmaydi. Zamon qanday ishlab turibdi, intellekt farozi misol uchun juda ko'p narsa o'zgargan. Bular ham tayyor emas bolani tarbiyalagani, bular ham tayyor emas bolani tarbiyalagan. Paytogu bilgan ish tarbiyalaydi. Turli xil nuqsonli bolada qolib ketadi. Ya'ni material oxirigacha ishlab chiqariladi. Vaqt ko'p emas, примерно 5 yil bor atrofda. Da mana Beyni Saskin zo'r kitobi bor. 90-95% oladiganingiz 5 yoshgacha bor. Siz deylik tam 70 yosh yashasangiz, birinchi 5 yil 90%, keyingi 10%, keyingi 65 yil olasiz. Siz keyingi bilimingiz, tajribangiz va hokazo birlamchi fundament qiyshiq bo'lsa, deylik siz yoshligingizda nevrotik bo'lsangiz, bo'ldi. Nima o'rganishingizdan qat'iy nazar nevrotik bo'laverasiz shunisi. Nervni pianist bo'lasiz. Misol uchun pianino o'rgansangiz. Va hokazo shu muammoni hisobiga odamlarning katta qismi shunaqa qolib ketdi. Mana biz o'sdik-ku. Mana biz normalni o'sdik deydi. O'ylab ko'rish tavsiya qilaman. Normallik o'sdik.